Bu qog'oz ikkinchi daraja bo'lib yotibdi hozir. O'shanga tushuvdi, bu qog'oz kattalashib parcha-parcha bo'lib ketgan. Xo'p, siz mana xlorofil ichvas. Yana nima? Vitamin D3 Vitamin D ichvas. Yo'ldan icholmaysiz. Yo'ldan ichvas. Yana nima ichvas? Berberin, inazitol, magniy sitrat, Yana xloroflash. xloroflash. Yana tabiblarga bormoqchisiz, o'tlarga bormoqchisiz. Bu qog'ozni umuman ishlamayotgani bilan ishingiz yo'q. Tataga 100 bo'lib yotibdi. Ichingiz qotib ketgani buqoqqa, yig'layverayotganingiz buqoqqa, sochingiz to'kilib tushayotgani buqoqqa, xolodilnikni ochib olib nima kelganingiz esingizdan chiqib qolayotgani buqoqqa, bo'lar bo'lmasga hamma bilan urushayotganingiz ham Men bo'lar bo'lmas urushiraman. buqoqqa. Agar siz o'sha tataga 100 ni normaga keltirib olsangiz, ichingiz ham keladi, o'zingiz ham yaxshi bo'lasiz, holatingiz ham yaxshi bo'ladi. Bu qog'oz ishib yotibdi. Siz hozir uni bo'g'ib qo'yguncha katta qilmoqchisiz shekilli. Lekin qolgan hamma narsani qilasiz, buqoni qaramayapsiz.